alaykum. Kuni bo'yi charchamagan odamni topdim. Kim desanglar, tepamda turgan quyosh ekan. Bu quyosh paneliga tok yetkazib turar ekan. Mana shu odamlar fabrikasi, zavodlar to'xtab qolmasin deb tok yetkazib yordam berib turar ekan hammaga. Ko'rishingiz mumkin, tepamdagi polniy quyoshdan zaryad oladi. Motor hamma. Assalomu alaykum. Mana quyosh panelimiz polniy 30 metrga qurildi. Mana bemalol toklarni, motorlarni yoqib beradi quyosh panel. Polniy 30 metrga. Mana ko'rib turibsizlar. Quyosh paneli 80 ta terilgan. 80 tadan bemalol tok ishlab chiqazadi hamma narsaga. Svet motorlarga.